10-asrning birinchi yarmi ulkan Abbosiylar xalifaligi parchalanib, islom olami chuqur siyosiy va harbiy inqirozga yuz tutgan bir paytda Shimoliy Afrikaning yuragi bo'lgan Misr taxtiga kutilmaganda arab bo'lmagan, mutlaqo begona bir sarkarda o'tirdi. U Muhammad ibn Tug'uch edi. Nega butun islom olamining markazi bo'lmish arab o'lkalarini boshqarish Farg'ona vodiysidan chiqqan harbiy elita qo'liga o'tib qoldi? Tarix unutgan bu shaxs Quddus, Makka va Madina kabi muqaddas shaharlarni qanday qilib o'z nazoratiga olgan edi? Tarixiy manbalar, xususan mashhur arab tarixchisi Ibn Xalikonning yozishicha, Muhammadning bobosi Juf asli farg'onalik turk ganchilaridan bo'lib, Abbosiylar xalifasiga xizmat qilish uchun Iroqqa olib kelingan. Uning otasi Tug'uch esa xalifalikning eng nufuzli generallaridan biriga aylangan edi. Otasining harbiy salohiyatini meros qilib olgan Muhammad 935-yilda parchalanish yoqasida turgan Misrga hokim qilib tayinlanadi. U bu yerga shunchaki noyib bo'lib emas, o'zining sodiq turkiy va saudiy yollanma jangchilaridan iborat qudratli armiyasi bilan kirib keladi. Qisqa vaqt ichida mamlakatdagi siyosiy boshboshdoqlikni bostirib, mutlaq hokimiyatni o'z qo'liga oladi. Muhammad Misrni mustaqil davlatga aylantirgach, 938-yilda Bag'doddagi xalifadan o'zi uchun maxsus tarixiy bir unvon talab qiladi. Bu unvon arabcha sulton yoki amir emasdi. U o'z ajdodlari Farg'ona hukmdorlari ishlatgan qadimiy saudiy unvonni, ya'ni Axshid unvonini tanladi. Shu tariqa Afrikada yangi Axshidiylar sulolasi yuzaga keldi. Al-Axshid oddiy sarkarda emas, balki uzoqni ko'zlovchi strategiyadir. U g'arbdan bostirib kelayotgan qudratli Fotimiylar xalifaligining hujumlarini yanchib tashladi. Shimolda esa Suriya va Quddusni zabt etdi. Eng muhim Makka va Madina shaharlari joylashgan Hijoz mintaqasini o'z saltanatiga qo'shib oldi. Endilikda butun islom dunyosining siyosiy va diniy yuragi farg'onalik hukmdor nazorati ostida edi. Tarixiy manbalar ko'pincha Axshidiylarni xalifalik tarixidagi navbatdagi sulola sifatida sanab o'tadi. Ammo aslida bu Markaziy Osiyo harbiy sarkardalari va boshqaruv tizimining minglab kilometr uzoqlikdagi begona hududda o'zining ulkan qudratini namoyish etishi edi. Uning o'zi Misr va Suriyani 11 yil davomida temir intizom bilan boshqargan bo'lsa-da, u asos olgan sulola hududda qariyb 35 yil hukmronlik qildi. Al-Axshidning obro'si shunchalar baland ediki, 946-yilda vafot etgach, jasadi Quddusga olib kelinib, muqaddas Al-Aqso masjidi hovlisiga dafn etildi. Bugungi O'zbekiston hududidan chiqqan bu shaxs jahon tarixiga Afrikaning eng qudratli hukmdorlaridan biri sifatida kirdi.